Assalomu alaykum hammaga. Yana bitta ishlab turgan obyektlarimizdan biriga keldik. Bir bolalar xonasining o'g'il bola xonasi, bachalar xonasidan mana shu qo'yilgan shkafimizga fasadlari kerilib pokraskadan shuni jarayon bo'lib boryaptilar. Bu shkafni ko'rinishiga qaraganda kamchiliklarni yo boshqa narsalarni aytib o'taman. Pokraskadan bo'lgan fasadlar juda yaxshi-yu, lekin juda qimmat. Ishlashga kelganda juda akkuratli bo'lish kerak. Bu qirilish-pirilishlardan qo'rqadi. Tozalashga ham har doim bir yumshoqlatlar bilan artish kerak. Qattiqlatda yo'qsa bir qirish-pirish, bir rastvoritelga o'xshagan bir o'tkir narsalar bilan tozalash to'g'ri kelmaydi. Mana shu ishimiz ham mana fasadlarni ancha kutiydi. O'zi kraska, bu qilingan kraskamiz matoviy, seriya matoviy. Mana bu devorli nosiga fon, devorlar rangiga foniga kiritilgan. Hamma ishimiz zo'r bo'layotdi-yu, mana arkamga turgan shkafni qarang-da, u shkaf emas, detskiy kravatda yig'ishtirilgan. Yaltiroq ruchkalari, qanaqandir diskini rangi ham. Короче, bizlar qilgan ishimiz nima deydi? Dizaynerskiy proyektga to'g'ri kelmay qoldi-da. Uyda egasi juda boyvachcha, bilmayman nima sababdan olibdi. Arkasiga shkafni. Endi birovni ishini ham yomonlab bo'lmaydi-yu, просто ko'rinishga noto'g'ri tushgan. Men yomonlash niyatim ham yo'q. Zakoniy narsa yig'ishtirilgan kravat. Faqat xonani interyeriga ketgan narsa to'g'ri kelmay qolibdi-da. Qolgan hamma zakon. Mana ishimiz bo'lib boryapti. Mana stroyli shkafimiz tepasiga antresol qo'yilgan. Bu antresolimiz bosib ochilish anasida tifon o'rnatilganda bossangiz ochiladi, keyin yana bosib yopib qo'yasiz. Pastdagi to'rtta fasadimiz. Bu fasadlarimizga integrirованный ruchka deydi. Frizirovka bo'lgan, o'zi birdan ruchka qo'yilmaydi. Birdan ushlab ochayotgan joyi bu. Mana oxiriga yaqinlashtirgan paytim yana doskonaline aytib o'taman. Ko'rinadi. Eshiklarimiz ochilganda ichidan podsvetkasi yonadi. Ikkita отделениyadan iborat bo'lgan. Nima deydi? Отделение emas. Qanday tushuntirсам? Ikkita yacheykada ikkita eshikni ochasiz, o'rtasida bitta shkafcha, ikkinchi eshikni ochasiz, yana ikkita eshikni ochasiz, ag'i ham bitta shkafcha. Har bir shkafchaning ichiga o'zini to'rttadan yashigi bor, tortmasi. Bizga uni Soletskiy deydimi? Bu yerda направляющий deb aytamiz. Endi shu garnituraning nomi, ishlab chiqarish firmasi Bayard. Nomi Bayard bo'lgan bilan o'zi Xitoydagi. Menga unchalik yoqmaydi-yu, ishlashi hammasi yaxshi, faqat chiqarayotgan davushi bilimda emas-da. Hechda emas, hozir hechga mana 2025-yil bir ikkita garnituralarni qo'yyapmiz. Hechni ham ochilib yopilishi davushi yo'q. Buniki ham davushi yo'q, bu ham sharikoy emas, qanaqandir, lekin mexanizmi davushi bor-da. Bilim hechlarnikini davushi yo'q. Endi o'zimizga borsak, mana Turetskiy navlo bor ekan. O'zbekistonga Turetskiyni men bu yerga bir marta ham ishlatib ko'rganim yo'q. Davushi bormi yo'qmi bilmadim. Petlilari ham berdiki bari bilim turibdi. Tiponlari ham bilimskiy turibdi. Shtangalari alyuminiy qo'yilgan. Yana nimasini haqida aytib bersa bo'ladi shkafni. Chuqurligi где-то 450 millimetrlarga yaqin.
Balandligi hayinni baland. Tepasiga men pastdan turib narsa qo'yishsam qo'ya olaman. Men bo'yim 1.83. Yosh bolalarga qiyin bo'ladi. Bu obyektimizga yana bu xonalarga ko'p shkaflari bor. Endi nasib bo'lsa bugun men faqat sherdagi shkafni qilyapman. Yonimga yurgan bu boshliq bo'ladi. Boshliq birga ishlayapmiz bugun, birga keluvdik. Shkafimiz yomon chiqmadi, yaxshi chiqdi. Har bir ochilgan payt mana o'zini svetlari ishlaydi, yonadi, juda yorug'. Hozir videoga juda yorug' ko'rinyapti-yu, lekin yonib turgan payti ko'zni qilmaydi. Ko'zni olmaydi. Misol uchun svet o'chib turgan payti ham shkafni ochgan payti videoga shunday ko'rinyapti-yu, lekin yorug'ligi unaqa ko'zni oladigan yorug'lik emas-da. Qanday desam? Normal yorug'lik. Hozir bu yerga shunday ko'rinishga ega bo'lyapti-yu, lekin o'zi men ochib ishlatayotgan paytim yorug'lik ko'zni olmagan. Mana shunaqa shkafimiz. Hozir mana nasib bo'lsa yaqinroqdan ko'rsataman. Hozir olib borib shunda juda chuqurroq ko'ramiz hammasini. Fasadlari juda приятный, kraskasi qo'lga yoqimli ishlashimiz. Yaqinroqdan olib borib ko'rsatishim kerak. Hozir oxirigacha hamma to'g'riladi. Zazorlari batsil bo'lsin deb. Chiroyli. Mana nasib bo'lsa, mana ruchkalarini ko'rsangiz, mana intergerni frizerovka qilingan. Mana ichini ochsangiz ko'ryapsizmi? O'ziga unchalik ana emas. Mana pastga 3 ta yashigi bor, 4 ta deb adashibman. Mana plavni yopiladi. Tepasini bosib ochsak, mana narsa qo'yishga kam ishlatilgan narsalarni qo'ysak bo'ladi. Mana bu tarafdagisi ham xuddi shunday. Past ruchkasi shunday frizerovkali. Mana asta ochilganda sveti yonadi. Chap tomoniga polkasi bor, 3 ta yashigi bor. Yashiklari ham chuqurgina. Davushi eshitilmagan u yerga, lekin davushi bilimnikida emas-da endi. Qisqasi. Mana o'ng tomondagi zazori, mana devordan chiqib turish zazori hammasini chotki qilib bir